Bo'g'imdagi og'riqlar sababidan farqi yo'q. Revmatizm bo'ladimi, poliartrit bo'ladimi, suyak yemirilishi bo'ladimi va hokazo hokazo. Suyak chirishi bo'ladimi? Endi har xil darajasida. O'zi sanatoriyalarda, mashhur sanatoriyalarda, Yesuntuki deydi, Barjomi deydi va boshqalarda bir usul bor. Grizeviy vanna deydi. İnsanlarni olib borishadi, vannalarda botqoqli vannalarga solib qo'yishadi. Botqoqning tarkibida yallig'lanishga qarshi juda ham ko'p flavonoidlar bor. Shuni hisobiga yallig'lanish ketadi. Endi shu botqoqda o'suvchi bir o'simlik bor. Sabinnik bolotniy deyiladi. Butun botqoq kuchini o'ziga tortib olgan. Va ikkinchisi qora andis, ya'ni korin divisila deyiladi. Bu ikkita o'simlikdan tayinlangan aniq nastoyki kasallikni, bo'g'imlardagi любой yemirilish, любой yallig'lanish jarayonini %100 davolaydi. Ishlatilishi oddiy. Ertalab, kechqurun yo bo'g'imlarga og'riyotgan bo'g'imga suriladi, yoki paxtagami, marlagami qo'yib qo'yilib ustini boylab qo'yadi. Даже yiqilib tushsa ham, travmalarda ham juda ham zo'r yordam beradi. Albatta, unutmanglar, hamma dardning shifosi tabiatda. Uni ehtiyot qilinglar. Sizlar bilan doktor Kamilov, e'tibor uchun rahmat.